Ha, men xursand bo'lgin deb ataylab yiqilib berdim-da. Qo'lmi ombirmi bu? Ha, bekorchilar, nima qilyapsizlar? Ha, uydagilar turdi, yurib salom berishim kerak. Fatani oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dada, oyi noto'g'ri tushunmanglar. Keliniz o'g'il bolaning ichida katta bo'lgani uchun xarakteri sal shunaqaroq. Va alaykum assalom, kelin. Yaxshi quchoqlashib so'rashmadingiz. Kelin, choy shirin bo'lsa kerak-a? Zo'r. Ha, zo'r bo'lsa biz ham ichaylik. Brat, sharmanda qilman. Voy, zo'r. Mana. Oyi, pul bering, hozir futbol bo'ladi. Yo'qmanmi futbol ko'rib? Hozir men serialim bo'ladi. Serialingizni ertaga qaytarib beradi, olib keling. Ya yo'q, bor, ana ichkariga kirib o'yna futbolingni. Как раз qo'yinglar. Hozir boshlanadi. Ana, biz 2 kishi bo'ldik. Serial ko'ramiz, kelin. Yo'q, oyijon, boks ko'ramiz. Qo'shni, mashinam nimagadir yurmayapti, yetarishib yuboringlar. Qimirlamayapti-yu bu. Ha, qimirlamasligi aniq-ku, dada. Ha? Katta og'ir mashina-ku. Bo'la qolinglar, kech qolganmi? Bo'larkan-ku. Jonimga tegdi. Xuddi o'rtog'im bilan yashayotganga o'xshayman. Sen ham boshqalarning xotiniga o'xshab bundan nozlanib, adasi, menga parfyumeriya olib bering, atir olib bering deb shunaqa gaplarni aytarmikinsan, ha? Sardar aka, menga bitta narsalar kerak edi. Rostdanmi? Bo'lar ekan-ku, nima olib bering? Pomada, tush, pudra, ha? Yo'q, Gantel bilan mishok. chiqing. Sen meni o'zim uyimdan haydayapsanmi? Nima qilay, taksi ko'zmanda sizni umuman ko'rgim kelmayapti. Palaketay, dam olishgina ham taksi ko'z bo'ladimi? Ket. Assalomu alaykum. Xotiningizga telefon qilib, "Men seni yaxshi ko'raman" deb ayta olasizmi? G'alati-yu. Agar aytsangiz sovg'amiz bor. G'alati-yu, aytmasam. Alo, nimaga telefon qilyapsiz? Men sizni ovozingizni ham eshitgim kelmayapti. Adashib tushdim shekilli. Tushunarli, demak ko'nglingiz aynyapti. Qayt qilgim kelyapti, lekin bo'lmayapti. Demak nimadandir jirkanishingiz kerak. Men sizga yordam beraman. Manqay. Tualet. Bo'lmayapti-yu. Guli ketdingmi? Homilador ayol doim yaxshi kayfiyatda bo'lishi kerak. O'zingiz sevgan mashg'ulotlar bilan shug'ullaning. Ko'proq musiqa eshiting. Ha, men har doim yo'lda ham muzika eshitib yuraman, lekin telefonimning ekran o'chib qoladi. Ha, shuning uchun ham Janatubdan foydalanish kerak-da. Qanaqa ilova u? Janatub orqali ekran o'chirilgan holatda ham bemalol muzika eshitsa bo'ladi. Eng asosiysi bepul. Bu yerda har xil playlistlar bor, reklamasiz. Play Market yoki App Storedan bepul skachat qilib olsa bo'ladi. Vav, zo'r ekan. Voy qizim, ne sovda turibsiz? Ichkari kirmasdan. Mana buni tez kiyib oling. Issiqqina. Rahmat oyijon. Erizniki. Nima uchun siz bolamiz uchun iltimos ko'zimga umuman ko'rinmang. Hali shunaqami? Dada nima qilganini ko'rdingizmi? Ko'rdim. Men xotiningga xafa qilyapman. Dada sizni noto'g'ri tushunyapti. Kir ichkariga. Oldidan bir qadam ham qimirlama. Suropingga sani. Ot. Ana Hasan Husanlan qara. Yomon bir-biriga o'xshaydi. Ha, umuman ajratib bo'lmaydi. Hech qanaqa. Umuman o'xshamaymiz. To'g'rimi, Husan? Ha, to'g'ri. Men sal chiroyliroqman. Men o'zimga o'xshayman. Egizaklar bunaqa gaplarni eshitib o'rganib ketgan bo'ladi. Lekin har doim ham seni kimgadir o'xshatishlari yoqavermas ekan. Aka, qarang menga 8 ta manti, osh, 10 ta shashlik, qozon qovoq, norin, ko'za sho'rva, mastava, qaynatma sho'rva, lag'mon bilan keyin salat berasiz, xo'p? Voy, namuncha Hasan, mehmon keladimi? Yo'q, bitta o'zimga. Tezroq olib keling. Aha, xo'p. Ko'proq ovqat yesam semirib ketaman. Keyin umuman bir-birimizga o'xshamay qolamiz. Mayli, bir narsa qilar ekanmiz-da. Sen yemaysan, sen endi dieta qilishing kerak. Hasan, tezroq bo'l, men kiyimingki ketdi. Bugundan boshlab men sen bilan bir xil kiymoqchi emasman. Tushundingmi? Qachon bo'lsam, umuman bir-birimizga o'xshamay qolamiz. Sen hozir xurrak yotib uxlab yotgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Aka, soch kalga oling. Nima Hasan, tinchlikmi? Ko'p gapirmang, oling. Xo'p. Ana bo'lar ekan-ku, endi Husan bilan 100% boshqa odammiz. Mayli, boya Husan ham kalga oldirib ketibdi. Aha. Bo'ldim, baxti.
Uf, aka yana dadam chaqiryapti. Hech bo'lmasa shu sovuqda dadam bilan kamroq gaplashsak bo'lardi. Bo'llaring. Ha, prezidentlik bu nima soch? Bekorchi, bablik. Uka, nimadir qilmasak bo'lmaydi. Dada shaharda qanaqadir infeksiya tarqalibdi. Mana shu maskani taqib oling, sizga olib keldik. Infeksiya? Bo'ldimi? Foydasi yo'q. Parno, bormisan? Borman dada. Pulchilikka keluvdik. Biznikigami? Ha, qizingizga sovchilikka keluvdik. Parnogami? Kelinglar. Choy. Iching. Qizingizni ko'rsak bo'ladimi? Qizingiz ham o'ziga o'xshagandir, a? Albatta. Parno. Biror nima deyinchi? Assalomu alaykum. Voy xudoga shukr, unaqa emas ekan. Bu Barno. Pazanda, beg'ubor. Bo'ldi, jonga tegdi. Meni qanaqa joyga olib kelding? Yuring, olib ketdik, qizi boshidan qolsin. Mayli dada, qo'yavering. Men sizni qanday bo'lsangiz shundayligingizcha yaxshi ko'raman. Bilardim. Boringga shukr. Kuyov jo'ra bo'lsang nimalar bo'ladi? Hamma kuyovni o'rtoqlarining ichida eng shustresi kuyov jo'ra bo'lgan deb o'ylaydi. Shuning uchun aslida unaqa bo'lmasa ham, o'zingni hamma narsani biladigandek tutishga majbursan. 50% qizlar kuyovga qarasa, qolgan 50%. Voy o'rtoq, вообще такой bo'lyaptimi? Kuyovmi? Yo'q, o'rtog'i. Charchamayapsizlarmi qizlar? Hech qachon gapingga kirmagan o'rtog'ing o'sha kuni sani og'zingga qarab turadi. Voy o'rtoq, esidan chiqib qoldi. Gulli kelin salomni oldin beramanmi, keyinmi? Salom beradigan payt sen ham gulli berasan, xo'p? Alo. Aha, yo bilmadim. Senga bir tiyin bermaydigan o'rtog'ingning puli ham o'sha kuni senda turadi. Soqqali ishlarni ham hammasini o'zing hal qilasan. Karnay surnayga nech pulday qaramay вообще yosh bola bo'lib ketdilaring senlar. Faqat kuyov emas, qolgan o'rtoqlaringni ham o'zing kontrol qilasan. Senlar qatga? Mashina to'lgan, senlarni Matizda ketlaring. Har doim shunaqa qilasan. Yaxshi qiz ketasizmi? Mashina bo'sh. Joy bor, o'rtoqlaringizni ham chaqiring. O'rtoq qudalar chiqdi. Tur. Ya bo'ldi, ketdi, o'tiraver. Ya tur. O'tir. Voy, tur. Nima qilyapsan? Prosta mazza ekanda. To'yda boshqalarga bo'lmasa ham senga aniq so'z beriladi. Hech qanaqa ishing bo'lmasa ham vaqt cho'zib, hammani kuttirib chiqishga netchi. Ha, o'rtoq, mana to'yam o'tdi. Eng muhimi hayajonlanma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men qara. Sekin kirasan, asosiysi shoshilmaslik. Ko'p aql o'rgataverma, jonga tegdi. Shunchasiga chidadim o'zi. O'zim bilaman nima qilishni. To'xta, men uylanmagan bo'lsam ham hamma narsani bilaman. Yaringdan o'rgilli. Ko'p yashang. Rahmat. Bo'ladi. Bo'ldimi? Belim og'rib ketdi. Uka, men qara. Bitta narsani kelishib olaylik, ikkalamizniki bir xil chiqsin. Sen qaynotamiz nima deb chaqiryapsan? Shu narsa? Ha, shu nima deyapsan? Men ham hech nima demayapman-da. Endi g'alati yo'q aka. Shu. Ha, qizingiz yaxshi. Xo'p, dadamga salom aytib qo'ying, oyijon. Voy plos. Uka, men qara, qaynopang, kenayni bitta joyga borib kelishim kerak edi. Mashinani mo'ka qilib kelgin. Menga aytyapsizmi? Boja, endi bojaga ish buyursa g'alati bo'lsa kerak. Nima? To'yda oldin akam mashinangizni yuvib beraverdim, o'zi yalinib yurardi. Shu ukam bilan bekor boja bo'ldim-da. Kelin opangiz qani? Bilmadim, pochcha. Ha, bo'lmasa tuflimi kremlab choy damlab bering. Nima bu kenay? Dog' ketmagan. Chala yuvgansiz-da? Sardor aka, ruxsat bersangiz bugun uyga borib kelardim. Opa, siz o'tgan safar borgansiz-ku. Endi meni galim. Bilmadim, oyim seni sog'indim, sen kelgin dedilar. Nima? Sizmi? Oyimi? Voy, yengiling-yu. Kenayi? Labbe? Singlingiz qayerda? Ukangizdan romantikani urgansiz bo'lmaydimi? Sinimga har kuni gullar sovg'alab olib keladi. Yaqinda iPhone ham olib berdi. Sinim mazza qilib videolar olyapti. Zato singlingda Lark Max 2 yo'q. Voy, nima bu? Bu Hollyland kompaniyasining eng oxirgi modeldagi yangi mikrofoni. Hech qanaqa kabelsiz 340 metrgacha ishlaydi. Ovozi juda ham sifatli yozadi va zaryad 3 kunga yetadi. Maxsus quloqchini ham bor. Eng asosiysi juda ham ixcham va qulay. Mazza qilib ishlatamiz. Voy, rahmat Sardor aka. To'xtang. Buni ishlatishga telefonim yo'q-ku. Rost odam bilan ko'rishmoqchimisiz? Ha, bu gunoh. Unda aytib qo'y, odamning antiqa odatlari bor.
Tanımadım, siz kimsiz? Gapiring, nega jimsiz? Siz ham adam bilan repeti gaplashishingiz kerak, bo'lmasam jahllaryapman. Adam, men choy damlab kelaman. Tovuq tug'adi tuxum. Assalomu alaykum. Sizda aniq ketgan tom. Va alaykum assalom. Qizim, bo'ldimi kiring? So'ppaymasdan o'tiring. Og'aynim ismi Ahmad. Mana o'tirdim, rahmat. Gapingizdan boshim gangib ketdi, Toshkentning havosi changib ketdi. Yaqinda yog'adi qor, menda nima ishingiz bor? Men bu burun, men bulab, qizingiz g'irt. Yaxshi qiz, dadajon, shuning uchun keldim. Radarlar bosib ketdi sho'pirlarning yo'lini. Bu yigit so'rab ketdi qizimizni qo'lini. Mani qizim hali yosh, tushundingmi? Qovobosh. Botib ketdi bu terga, buncha uravermang yerga. Oyjon, yaxshimisiz? Yegim kelyapti uzun. Gapini qara qizim. Sanga sovchi bo'lib ketdi. Shu gapiga yepti. Men turaman panada, o'zingiz gaplashing dada. Nima sasiyapti? Fu, siz nima deysiz shu? Bifshingizni kim bilandir ushlab oldingizmi? Gapiring, tilingizni tishlab oldingizmi? Obedga makaron yeganman, men faqat qizingizni deganman. Burningizni oqda artib oling, ko'ylagingiz yangi bilan. Siz qizimga mosmassiz, pashol, tengi bilan. Kim menga qarshi borsa, urushib tepishamiz. Qizingiz bilan 1 yildan beri addushi sevishamiz. Agar bo'lmasangiz latta qizimni beraman albatta. Faqat hovlimizdagi o'tlarni o'rish kerak. Qizimning akasi bilan ham gaplashib ko'rish kerak. Maymunlar bitini teradi, dadang baribir seni beradi. Endi nima qilamiz? Nima o'ylanasan? Akam bilan umuman boshqacha gaplashish kerak. Qani kim bilan gaplashish kerak ekan? Bu yoqqa kelsinchi. He, dada tezroq bo'ling, bu obyektni 1 oyda bitirishimiz kerak. Kuyovim bo'lmaganida somsaxonaga so'z qilardim. Ko'taring, chimchiqni ko'tida yuragingiz bor, kuyov bola. Choy ichmaysizlarmi? Ichamiz, o'zingizga o'xshagan shirin bo'lsa. Mana qizim suyuq ering boshqa qizlarga gap otyapti. Aloqada bo'lib tursang, keyin nima ish qilganlarini ham tashlaydi. Dada, kazyol bo'lmang. Kuyov bola metrni bersangiz-chi, nimani o'lchayapsiz? Diqqat bilan tomosha qiling. Kuyov bola chiqsangiz-chi, u Instagramda videolar tugamaydi. Abid qo'yli ovqat olib keladi. Rahmat. Har doim mana shunaqa shildir ovqat qilishadi, qizingizga o'xshab. Sizga o'xshab go'shab kelmasa kerak-da, eri. Ha dada, ozgina qoldi. Qaynatam bilan ishlayapti-ku. Menga jentra olib bermoqchi. Moni olib beray, moni. Sen jentra kaltaroqda, kalta. Limuzin olib beray, uzunroq, mana uzunroq. Qanani men bilan armatura sotgan sheriging? Ofisda. Sen armaturani sotgan? To'xtab turing, ishtonni ko'tarib olay.